qulaylik usulda eng tamlik materiallar bilan o'pkesib qo'yishni o'rganib oling. Xaridorlaringiz izdab kelib yegidek ta'm tilda qag'idek o'pkesib qilishni o'rganimizda do'stlar. Boshqalar necha ming qo'yib o'rgatadigan darslikni men bugun naqsizlab keldim. Cho'qim yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolsiz. Avval videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 oyning tishidagi bir qat meyni pokiz elib etamiz. Undan keyin cho'qi bilan ichin teshiga o'rib olamiz. Undan keyin buni bir pokiz yuvatgandan keyin buningga bir qo'shiq tuz, bir qo'shiq shov suda, bir qo'shiq oqachiq suv silib 10 minut atrofida chilab qo'yamiz. Bunday qilishimiz sabab 3 oydagi g'ayri ta'mlarni chiqarib etkili bo'ldi. Endi o'pkiga qon surtib olamiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha akaga o'pkini bir pokiz yuvatgandan keyin ichiga mushallatda suv olamiz. Suv olgandan keyin mushunaq yo'g'naydi, yo'g'angandan keyin suyni pokiz chiqarib etamiz. Bu xil usulni necha qator takror holatda ilib borsak o'pkimiz oppoq holatga keldi. Undan keyin 10 minutdan keyin 3 oyni pokiz yuvatamiz. Mana mushallatda suzuk suv chiqqicha pokiz yuvatsanglar bo'ldi. Endi qozonga qiyrinchilashqidek suv qo'yib, qozonni qaynatib etmaymiz. Qozon qaynay degan chog'da qirini silib 30 sekund atrofida qaynoq suvga chilab pichoq bilan maynachilikni pokiz bir qirib etamiz. Undan keyin videoda ko'rsatgan bo'yicha suvoq suv silib ichi teshini o'rib pokiz yuvib etamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni tayyorlash uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkas rayonigacha qaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Endi o'pkining cho'ng kichikligiga qarata muvofiq miqdorda un elib olamiz. Buningga tuz solmaymiz. Tuz solmaylar videoda ko'rsatganda xamir holatga yetganda suv qo'yib 10 minut atrofida tindirib qo'yamiz. Undan keyin videoda ko'rsatgandek xamirninki suyini chiqarishni boshlaymiz. Hozir 60 xil darsni faoliyat qilyapman. Cho'ng taqsiliq qorma, har xil taom pishirib ichimlik murabba, bozorlik sovuq say darsikimizning 60 xil darsini 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiya numeri shu. Xamirni videoda ko'rsatgan bo'yicha 3 qatim pokiz yuvib olamiz. Tunji qatimda süzgichdan bir o'tkazib o'tamiz, ikkinchi qatimda mo süzgichdan o'tkazib o'tamiz. Uchinchi qatimdagi suv bek anda quyuq qalatchi ketmaydi. Videoda ko'rsatgandek mushallat ketgan chog'da shunday suzuk suv chiqqan vaqtimizda sug'chilab qo'yamiz menchangni. Endi o'pka qo'yganda ishlatadigan materiallarni tayyorlab olamiz. 6 tal tuxum ishlatdim, o'zinglarning ehtiyojiga qarata ishlatsanglar bo'ldi. Mayni chuchitib, so'yitib qo'yamiz. Undan keyin qirinning mushtaq yumaloq yerini kesib, kanayga chiroyli qilib tikib olamiz. Mana videoda ko'rsatgan bo'yicha tikib tayyorlab olsanglar bo'ldi. Undan keyin abiyak xamir suyimiz 2 soat atrofida tinib, mushunaq suyi ustiga chiqdi. Suzuk suyini to'kitib, astidagi quyuq yerini tekshirlashtirib olgandan keyin tuz ta'min tetib olamiz. Ondan keyin har bir qatim o'pka qo'shgan vaqtimizda mushtaq tegini bir qator ilashtirib etib, o'pkining ichiga qo'yamiz. O'pkining ichiga ishkichini o'z mangdirib atgandan keyin abiyatdan chilib tayyorlagan tuxum, suv maylarni qo'yamiz. Ondan keyin xamir suyini qo'yib, o'pkimiz mushallatga yetganda qaynayotgan qozon silib 40 minut atrofida o'rib-jo'rib pishirib olamiz. Shundaq cho'k saysak o'zlaricha ketmagidek holatda pishgan bo'ldi. Endi go'sht bilan jiyani ushoq to'g'rab bir qancha sevib olamiz. Undan keyin mo piyoz to'g'rab silib etamiz. Tam xurishlaridan tuz, yaxshi ezilgan zirdincha qaraq sevatsanglar bo'ldi. Qarmushdan yerim qo'shiq silib tekshirlashtirib olamiz. Endi abiyatdan xamirdan chiqarib olgan menjangni mush 1 soat atrofida sug'chilab qo'ysak mushtaq elastikli qalat ketadi. Buni tekshir yetib olgandan keyin uyimizda atgan lazni ustiga chiroyli surib, undan keyin hozir qilib olgan qiymini ustiga chiroyli chechib, videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshirib olgandan keyin yo'gaymiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha tekshir yo'gib olgandan keyin buni jip bilan mushtaq to'lg'ib olsanglar bo'ldi yoki mush qarama-qarshi holatda to'lg'ab, leganning ustiga ilib qarama-qarshi to'lg'ab 40 minut atrofida dumlab pishirsanlar bo'ldi. Endi buni bozorga chiqadiganlar bo'lsa 3-4 kun bo'lib qaltiq silib pishirib oldi. Endi buni qaltiq solgandan dumlab pishirgan sal yaxshi. Undan keyin 3 oyni videoda ko'rsatgan bo'yicha o'rib olamiz. Undan keyin ozroq jiga go'shtlarni ushoq to'g'rab olgandan keyin sabzi bilan piyozni muvofiq miqdor to'g'rab silib etamiz. Undan keyin suv qo'yib, mush qiyrinlarni silib qaynatib olamiz. Undan keyin tayyorlab olgan qiymaning ustiga yarim soat chilab tayyorlab qo'ygan guruchni to'kib, buning rangining chiroyli chiqishi uchun uyimiz chanib olgan lazdan ishqa qo'shib silib etamiz. Undan keyin tuz ta'min etib olamiz. Undan keyin tamlik chiqish uchun zirdan chaqaraq silib etamiz. Undan keyin cho'ng ustamning tetib qo'ygani vijinsidan bir qo'shq atrofida silib etamiz. Mushu tamoq qasam ta'minni yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz cho'ng ustamningki mushu vijinsidan ishlatib baqsanglar bo'ldi. Ta'm intayin bek yaxshi chiqdi. Saygi solsanglar sayning seginini yo'qitib beralaydi. Har xil mush qiymalarni qilganda muvofiq miqdor sevatsanglar bo'ldi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor, sizlarning oshpaz ustam qilib etdi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha qiymani tayyorlab, mush 3 oyning ichiga qo'yib tayyorlab oldik. Endi buni qaynayotgan qozonga silib 5 minut atrofida qaynatib olamiz. Undan keyin buni jig'ni bilan teshib suylarini bir chiqarib etamiz.
Onunki öpkini özümüzün yaxtırışı boyunca uşaq doğurub alğandan keyin, muş üçeylarni üstüge silib, onun üstüge muşu qeyrillarni silib, onun üstüge muş abiyetini tayyorlab alğan açıq menjinglarni qoyub iste'mol qilsaq bo'ldi. Zira yoki qarmışlarni azroq sepib olsanglar texmi eshik bo'ldi. O'rganib oldingizmi?